Yo'q, beton ishlarga bormaymiz aka. Ha, bizga soya joy bo'lsa ishlaymiz. Ochtat endi keyingi yil sentyabr oylariga to'g'ri keladi, to'g'ri tushunasiz? Usta bo, bormisiz? Ke Azamatjon. Assalomu alaykum. Tuzalmisan? Mana usta bo, havola ham salqin bo'lib qoldi. Endi ishni boshlaylik. Mana senga quyoshchani ko'rsatay, mana hali salqin emas. Usta bo, nima edi bu? Ko'rdingmi issiqligini? Chidab bo'ladimi? Bu issiqqa ishlab bo'ladimi? Jo'ra, bu issiqlarga ishlab bo'lmaydi. Qara. Dadasi? Ha? Dadasi mana Azamat ham keldi. Bo'ldi ishga chiqsangiz ham bo'ladi, sasib yotavermasdan. Ro'zg'orni men qilaymi? Ro'zg'or qilish kerak, bolani maktabga olib borish kerak. Har kun shu gapda qarada, buni qara. To'yga kiyim qilish kerak, maktab boshlanib. Ko'rdingmi Jo'ra? Dada, menga pul kerak. Erta vipsni 200 ming so'm bering. Buni qara. Salom alaykum yo'q, faqat pul so'ragan. Qarada buni. Bu sehrli pulta ekanda, ha? Tepani ochib, yopib, odamlarning ovozini o'chirib, bitta mana sehrli pulchadan menga olib bering, usta bo. Iltimos. Kerak bo'lyaptimi? Juda kerak. Ana shu pultni men shu yerdan olganman. Senga ham gaplashib beraman. Usta bo, bu dijot ovozini ham o'chiradimi? Perforatorda ham ovozini o'chiradi. Assalomu alaykum. Kimsiz, o'zimsiz? Bu Azamat, zamonaviy Nerjevekadan rishotkalar qilib bering. Bir zontiklar qilib bering, naveslar qilib bering. Shu uchun kelgan edik. Bitta pultan berasiz bunga. Pultam kerakmi? Ha. Usta bu uyingizga zont qilib bergandik naves. Yarim puli qolganda 30-chiga deganingiz. Bu qachon berasiz usta bu? To'g'ri, 30-chiga beraman deganman, lekin qaysi oyligini aytganim yo'q-ku. Olasan shu 30-chiga. Usta bu 30-chiga deb Azamat, shu pult ekoga ham yetadi. Yur.